Hammaga salom. O'zi bu video bir hafta oldin chiqishi kerak edi, lekin YouTube'ga qo'ygan vaqtim bo'lmadi. Orqaga qarab yurib ketyapman video uchun. Chunki bu yerga aylansam juda bo'lib qoladi. Так что ko'ringlar. Bye bas. Ko'ringlar. Biz mana olib ketadigan narsalarimizni tayyorlab qo'ydik. Men suv oldim o'zimga, keyin bu ovqat, qolgan narsalar hozir do'konga borib olib keyin ketamiz. Biz ketishdan oldin host singlimning xonasida o'tiribmiz prosta. Uning xonasida shunaqa tog'larga juda ham chiroyli view bor. Juda ham chiroyli ko'rsanib turadi. Men hozir mashinaga narsalarni olib kelib yuribman. Hozir bu suvlarni bu tarafdan qo'yaman, chunki bu bizniki. Or you can take, do you drink one of those ready chocolates in a bottle? Biz hozir magazinga kelib, piknikka olib ketadigan narsalarimizni olib yuribmiz. Do'st oyim gul oldi. Rasmga tushganda chiroyli bo'lib turar ekan. Stol, stol emas. Dasturxonmi? Bilmayman shuni ustida. Пешком сюда пошли. Сейчас пойдем. Она все будет смотреть, как мы идем. Biz hozir adashib qoldik shekilli. Qayerga ketayotganimizni bilmaymiz. Prosta yuribmiz. Shu yerdan pastga tushdik, hali yana pastga tushamiz. Qo'limda mana bu narsalar ham bor. They're not spooky, right? Right? They're not spooky. She might be. She's a baby. Давай установим, может, камеру? I'm gonna go let him line again. Three, two, one. Oh, oh, look at how big the circle's spreading. Bu yerda host oyim va singlim rasmga yoki videoga tushmoqchi. Oy, уже kelyapti. Shu narsani o'zi suvning ichiga kirib olib chiqdi. Bugun biz piknikdan chiqib, tog'da qor bo'ladigan yerga bormoqchi edik. Nimadir uchgani, lekin bormadik chunki charchab qoldik va kech bo'lib qoldi. Hozir уже soat 7 mi shunaqa bo'lyapti va host oyim, host ukamga men bilan do'konga borib kelasanmi deyotganini eshitib qoldim. Yo'q dedi. Shunga men yugurib chiqib qoldim. Hammadan birinchi eshikni oldida turibman. Hozir chiqsam ham borsam bo'ladimi deb ketaman. Va u yerda video olaman. Bu katta mashina, juda ham katta, Suburban. Buni faqat Sidonega yoki boshqa shaharga ketsak minib ketamiz. Hozir bu. Biz hozir boshqa magazinga keldik, chunki u yerdan hamma oladigan narsalarimizni topolmadik. Endi yana narsalar olib yuribmiz. Bu yerda hamma narsani yarim tayyor qilib sotishadi. Har xil turli pizzalar, hamma narsalar yarim tayyor holatda. Я стал выпросить, чтобы не видел вкус. Hozir yana piknikka ketyapmiz. Magazindan narsalarni olib olib.
keyin ketamiz yana ikkinchi marta. Men o'zimga shunaqa burger oldim. $12 ga. Yeah. Oh, no actually, no. I think I forgot my phone in the car. Okay, I'm gonna go grab my phone. And then U yerda uy ham bor ekan, lekin menimcha bu o'rmonga yo'l. yeah. Oh my god. How did he do that? Where's the second car? It's only one car. He probably yeah, I I think did. there is a second car right here, Hannah. Oh my god, did they get into this thing? Wow, it's even worse. I have never seen such a car. Oh my gosh. Oh, look how things came up. They were bad. You guys should feel these too. These are so nice. Just вкусно получилось. Вкусно. Вкусно. Давай, cheers. Cheers. Да, вкусно получилось. Спасибо. Biz kechqurunga ovqatlangani pizzeriyaga keldik. Biz yana magazinga keldik. Biz уже keldik. Shu yerda start boshlanadi, keyin bu yerda results bo'ladi. Hozir hamma tayyorgarlik ko'ryapti. Odamlar har xil shtatlardan kelishgan. There's a bunch of kids. Men mashinada o'tirmoqchiman. Chunki ko'cha juda ham sovuq va men bitta o'zim o'rmonda yuribman. Qo'rqmasdan nimagadir. Men mashinada boshqalarni kutib o'tirgandim, lekin zerikib ketdim va o'sha tugaydigan vaqti bo'ldi. Shunga ko'rgani chiqmoqchiman. Lekin oldin sochimni yig'ib olishim kerak, chunki ko'chada juda ham shamol bo'lyapti. Hozir chiqsam sochim tushib yotadi. Keyin oldimni yopib olaman. Lekin o'zi hozir ko'rsataman, ko'cha quyosh, lekin sovuq. Mana tayyorgarlik ko'ryapmiz qishga. Ko'chaga chiqishga. Qishga emas. Короче, вот. Bo'ldi. Endi ko'chaga chiqamiz. Kстати, hozir men mashinani eshik o'zi полностью close qilmasdan ketdim, chunki Amerikada mashina shunaqa ochiq qolaveradi. Hech kim tegmaydi, ochmaydi, hech nima qilmaydi. Hammaning mashinasi ochilib turibdi. Ochib qo'yadilar. Menga tog'da yuqoriga ko'tarilish umuman yoqmaydi.
Lekin pastga tushish yoqadi. Hozir ko'ramiz. Ular topish kerak oldin. Yonimda $21 olib chiqdim. Agar ovqat yegim kelsa deb. Bu yetib kelgan guruhlar ketyapti, уже ketishyapti. Lekin Joy hali yetib kelgani yo'q. U o'zini guruhi bo'yicha bu bilmayman qaysi shtat, bu Arizona. U o'zini guruhi bo'yicha birinchi o'rinda kelayotgan ekan hozircha. Lekin uni do'sti yiqilib tushib, crashed bo'ldi. Tog'ning ustidan toshga yiqilib, boshi nimadirlar bo'ldi. O'zi quyosh chiqib turibdi va havo issiqga o'xshaydi. Lekin umuman issiq emas. Shamol, sochim uchib yotibdi. Aytganimdek, tushib qolib shu. Juda ham sovuq. Keldim mashinaga. Ko'zimga nimadir kirib ketdi. Safe place. Bo'ldi. Mashina ichi issiqqina. Maza qilib o'tirsa bo'ladi bu yerda. So'ng tursa shunaqa. Hozir 10 minut emas. 20 minutlarga ketaman. Yana borib ko'rib kelaman. Kelibdimi yo'qmi? Agar kelmagan bo'lsa yana qaytib kelishim kerak. Shunga yarim soatdan keyin boraman. Shunda kutib o'tirmayman. Yuqoriga ko'tarilib, keyin yana qaytib kelguncha charchab ketdim. Keyin ovqatlarni ko'rgandim. Просто balki olamanmi deb. Короче, ovqatlarni ko'rgandim, faqat meksikanskiy ovqat. Biz uyda faqat meksikanskiy ovqat yeymiz shunga. Yo'qmayapti, lekin qornim och. U meksikanskiy ovqat ham ichida beans bor. Menga beans yoqmaydi. Biz uyda beans qo'shmaymiz. Keyin uyda bepulga yeydigan ovqatimga ko'chada pul sarflamoqchi emasman-da. Uyga borib yeyman. Baribir shu ovqat. Okay, yarim soatdan keyin agar telefonim ochib qolmasa, borib ko'rsataman. Hozir mashina ichidagi narsalarni ko'rsataman. Bu meni flex sumkam. Keyin menda bunaqa narsa bor. Uni sovg'a qilishgan menga. Как раз ichori. Menga bu yerni katta qilishgan. Kiyinchaman. Bu host oyimniki. Suv to'kilib qopti. Olib qo'yamiz buni. Bu yerda qo'ymaymiz, bo'lmasa meni narsamni qo'yib qo'ysam bo'lar ekan. Xo'p, shoshtirib turibsiz. Keyin zaryadkamni olganman. Zaryadka. Короче, shuni olganman, lekin bu nima plug qiladigan narsa yo'q. Keyin mana bu telefonim, buni zaryadkasi yo'q ekan. Yo'q ekan. Boshqa narsa yo'q. Keyin bu orqaga o'tib ko'rsataman. Undan oldin telefon mana bu narsada qo'yib qo'yibman, lekin bu o'zi bularni osib qo'yish uchun bularni u yerga ham qo'yib bo'lmaydi. Bilmadim. Hozir qayergadir qo'yib olaman. Şöyle. Endi buni bu yerga qo'yamiz. Qo'ydim. Bu Host Brother'ning Host Brother'ni yeydigan shokoladlari, proteinmi, bilmayman. Proteinovый shunaqa. Bu uni naushnik. Keyin boshqa mashinada qiziqarli narsa yo'q ekan. Shunga oh my gosh.
I hate that water bottle. 5-6 minut shu yerda yotaman. Bu yo'qolib ketguncha bo'lmasa unaqa yurib bo'lmaydi. Hozir Jake kelib o'ziga sendvich qilib kelgan ekan, shuni olib ketdi. Ikkinchi o'rinni olibdi. Birinchi o'rinni anu crashed bo'lgan bola shunda ham davom ettirib birinchi o'rinni olibdi. Suv meni yomon ko'radi, men suvni yomon ko'raman. Bunga ham to'kilib ketdi. Hozir podium bo'ladi. Shunga keldik. Hi. Dexterni menga berib qo'yishdi. Telefonimiz zaryadkasi 10%. Hozir Jake o'ziga yegani nimadir o'ylabdi. Biz Dexter bilan podiumni ko'rgani kelyapmiz. 24-35 and each pack. We've got some winners Hozir here for Jake first ham place. chiqadi ikkinchi o'rinda. Hostoyim oldiga chiqib ketdi video olishga. Biz Dexter bilan chetroda turibmiz. Ikkinchi bo'lib chiqadi hozir. And just spinning along underneath his time for a time 25:57 is Jake Schwartz. And for the number İkinci one o'rin. podium, just skimming under that. Shu crashed bo'lgan bola birinchi o'rin. 25 minutes and 28 seconds. Easton. Bu ham cheer qilyapti. Jake, Dexter, come here, boy. Dexter, look at it. Dexter. Both of them? 4% zaryadka bilan podiumni tugatdi. Both of them. Zerikib ketdim. Telefonimiz zaryadkasi 20 dan kam. Tezroq uyga ketsa yaxshi bo'lardi.